Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qazo namozlari o'tgan suhbatimizda ham aytib o'tdik. O'zi aslida mo'min musulmonni qazo namozi bo'lishligi bilmagan davrida demak voqelikda bor. Ana shu qazo namozi o'qimoqchi bo'lgan odam deylik shom namozi 3 rakat, xufton namozi 4 rakat, peshin namozi 4 rakatlik namozlarda 3 va 4 rakatlarida sura zam qo'shib o'qiydimi degan savolni juda ham ko'pchilik so'raydi. Bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Aynan qaysi namozning qazosini o'qiyotgan bo'lsa, unga sura zam qilishlikni hojati yo'q. Masalan, bir odam bugun bomdod namoziga uxlab qoldi. Yoki bir odam bugun asr namozini o'qiy olmadi. Keyin xuftondan oldin yoki bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin esiga tushib, deylik 25-sentyabr kuni juma kungi asr namozini qazosi aniq biladi. Ana shu odam oxirgi 3 va 4 rakatiga sura zam qilishligi hech kerak emas. Ammo qaysi namozni, ya'ni bir odamda 10 yillik, 5 yillik, 3 yillik uzun muddatli qazo namozlari bor. Shu uzun muddatli qazo namozi bor odam o'sha qazo namozlarini qaysi kunligini, soatini, vaqtini bilmasa, u uchun afzal, bitta narsaga e'tibor beringlar. Afzal har bir rakatida 4 rakatlik yoki 3 rakatlik farz namozlarining har bir rakatida sura zam qo'shib qo'yishligi afzal. Masalan, peshin namozini qazosini o'qimoqchi bo'lgan kishi peshinning 1-rakatida-ku sura Fotihadan keyin bir sura qo'shadi, 2-rakatida qo'shadi. Ammo 3 va 4-rakatida qo'shib qo'ysa afzal. Qo'shmasdan o'qisa ham namoz bo'laveradi. Qazo soqit bo'laveradi zimmasidan, lekin qo'shib qo'yishligi afzal amal, mustahab amal hisoblanadi. Ya'ni buni shart deb, lozim deb, buni qo'shmasa namoz bo'lmas ekan deb tushunmaslik kerak. Kimdir qo'lidan kelib qo'shib o'qisa, shunaqa muayyan bo'lmagan qazolarni, ya'ni kuni, soati aniq bo'lmagan qazolarini aynan orqasiga demak sura zam qo'shib o'qisa, maşalloh yaxshi ish qilgan bo'ladi. Shuni qo'shmasdan o'qiganlarniki namoz bo'laveradi, qazosi zimmasidan soqit bo'laveradi. Chunki bu qazo degani bir vaqt, namozning vaqti o'tib ketdi. Namozning vaqti chiqib ketgandan keyin o'sha vojib amalni, zimmasidagi amalni to'liq boshqa vaqtda bajarib qo'yishligini nomini, demak qazosini o'qib qo'ydi, qazosini bajarib qo'ydi degan ma'no bo'ladi. Vaqtida qanaqa shaklda bo'lsa, qazosidan o'sha shaklda o'qiyveradi. Ya'ni aynan nimani qazo qilgan bo'lsa, aynan o'shanday holatda qazosini o'qib bersa, demak zimmasidan soqit bo'ladi. Haligi muayyan bo'lmagani, kuni, soati aniq bo'lmaganda, demak qo'shib qo'yishligi afzal. U farz yoki vojib darajasidagi amal hisoblanmaydi. Allohu a'lam.